Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Kanalimizga xush kelibsizlar do'stlar. Bugungi sizlar bilan men har doimli TSB Master Uz obunachilar. Xullas, rahmat hammaga 3 ta obuna bo'libdi. Bitta obunachimiz yozibdi, saytaman kombosi bo'lsin. Xo'sh, obunachilar, mana sizlarga osongina kombo o'rgataman do'stlar. Sizlar ungacha like va obunani bosib qo'yinglar. Qani, ko'p gap o'tirmayman. Qani bo'lmasam boshladik. Xo'sh, sizlarga eng osonini o'rgataman. Bu saytaman personaji. Kirganinglarda уже The Strongest Hero deb yozib qo'yadi. Sizlarda bo'lsa самый сильный hero bo'ladi ana ruschasiga do'stlar. Bo'lmasam qani gapni cho'zib o'tirayman, sizlarning ham vaqtinglarni olmayman. Xo'sh, ana endi biz boshlashimiz ham mumkin. Qani ketdik. Birinchi o'rinda sizlar 3 marta urasizlar. 3 marta urganinglardan keyin 3 to'g'ri raqamini bosasizlar. Uzr, keyin darrov yugurib, 3 marta urib yana 2 ni bosasizlar, keyin 1 ni bosasizlar. Agar ishlamayotgan qilmayotgan bo'lsa, hozir sizlarga boshqatdan ko'rsataman qanaqa bo'lishini. Hozir shuna mashinani o'ldirib yuboraylik do'stlar. Ming bor uzr. Sal like bo'tdi, obunachilar uzr. Sal ping qo'tyapti. Wi-Fi ham ishlamay qo'yapti, ana yomg'ir, shamol bo'lganiga. Xo'sh, mayli, hozir normalni ishlayapti do'stlar. Qani hozir boshdan ko'rsataman, qaranglar. Hozir mana 4-to'lvasini 4-raqamdagi. Hozir to'lvasin. Hozir. To'ldi menimcha. Mana hozir qaranglar. Boshqachasi ham bor, qaranglar. Mana urasizlar, to'g'ri bosasizlar, keyin darrov borasizlar, 2 ni bosasizlar, 3 marta urib, keyin darrov 1 ni bosasizlar. Bu juda ham osongina kombo obunachilar. Buni bitdik. Yengilgan o'yinchi ham bilan yana bittasi bor do'stlar. Agar qilaolsanglar, bu juda ham osongina kombo. Agar qilaolsanglar, qaranglar, qarab turing. 3 marta urib, chaqilgan narsasini bosib 3 ta qilaolsanglar, agar qo'lingizdan kelsanglar. Xo'sh, nima ham derdim sizlarga, kombo yoqdimi yo'qmi? Zo'r chiqqan, mana qarab turinglar. Va buni sakraysizlar va to'g'ri bosasizlar. Yana tez borib 3 marta urib 1-2 ni bosasizlar, keyin darrov 1 raqamini bosasizlar. Eng osoni shu do'stlar. Agar sizlarda qotmay ona ishlayotgan bo'lsa, obunachilar sizlarda o'xshaydi. Mayli, charchamanglar obunachilar. Yaqinda post qo'yganman do'stlar. Endi keyingi osongina kombo kimga bo'lishi mumkin ko'ramiz obunachilar. Ungacha mana videoni tugataman. Mayli do'stlar, xayrlashib qolamiz do'stlar. 2 kundan keyin qani ko'raman postda kim nechta ovoz yiqqanini. Bo'lmasam, xayr. Sizlar bilan men TSB Master Uz.